Tushda tahorat olishni ko'rishning ta'birlari. Tushda tahorat olish turli azob-uqubatlardan xalos bo'lish, poklanish demakdir. Toza suv bilan tahorat olganini ko'rgan kishi kasal bo'lsa kasallikdan, faqir bo'lsa faqirlikdan, ayriliqda bo'lsa ayriliqdan, qarzdor bo'lsa qarzidan qutuladi. Tahoratni oxiriga yetkaza olmagan kishi boshlagan ishini tugata olmaydi. Tushda tahorat olish o'ngda tahorat olgandek, ammo g'usl qilish boshqacharoqdir. Daryo, dengiz kabi suvlardan olib tahorat yoki g'usl qilgan kishi boyiydi va shu bilan birga salomatligi ham yaxshilanadi. G'usl qilgan savdogarning ishi yurishadi, xizmatchining maoshi ortadi, hunarmandning daromadi ko'payadi. Tushda uyda tahorat olganini ko'rgan kishi u uyda ortiq yashamaydi. To'shagida tahorat olgan kishi rafiqasi yoki do'stidan judo bo'ladi. Ko'chada, hammomda tahorat olish tush ko'rgan kishining zararga uchrashi, yashirgan siri fosh bo'lib uyatga qolishiga ishoradir. Issiq suv bilan tahorat olgan kishi g'am, qayg'u, kasallikka yo'liqadi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.